Voy farangizni xo'p. Boring, xalaqit qilib turing. Voy xo'p. Yoki nima, siz eshitmadingizmi? Nimani? Smurfist'da barcha yozgi tovarlarga 50% skidka. 13 mingdan sotilgan qo'ynichalarimiz 7 mingdan. 40 mingdan sotilayotgan boshqalarimiz bor yo'g'i 20 ming so'mdan. 40 mingdan sotilgan devchachu shumkalarimiz bor yo'g'i 20 mingdan. Qo'l farzandlik uchun 40 mingdan sotilgan filkalarimiz bor yo'g'i 20 mingdan. 28 mingdan sotilgan qo'ynichalarimiz hozirda aksiyada 14 ming so'mdan. 19 mingdan sotilgan ushbu bodilarimiz bor yo'g'i 9,5 mingdan. 15 mingdan sotilgan yaxtalarimiz hozirda 7,5 mingdan. Gravit inflyatsiyada bilan bor yo'g'i 12,5 ming so'mdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. 13 mingdan sotilgan shu kepkalarimiz bor yo'g'i hozir 6,5 ming so'mdan. 40 mingdan sotilgan ushbu futbolkalarimiz bor yo'g'i 20 ming so'mdan. O'zini narxi 80 ming so'm, aksiyamizda bo'lsa 40 ming so'm. 100 ming so'mdan sotilgan ushbu xitoy mahsuloti bo'lgan shunlarimiz aksiyada bor yo'g'i 50 ming so'mdan. Undan tashqari 21 mingdan sotilgan shu balonlarimiz hozirda 10.500 dan. 90 ming so'mdan sotilgan qiz va o'g'il farzandli uchun bosanoshkalar 45 ming so'mdan aksiyada. 26-25-26-27 yil kunlari 5 ta filialimizda barcha yillarni kutib qolamiz. Ko'rib turganlarda yozgi tovarlarimizni oxiri son sanog'i yo'q. Do'konimizni to'ldirib tashlaganmiz. Sizlar ham bemalol kelib, o'zingizlar ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Chunki bitta videoga hammasini sig'dirib bera olmadik.